Dostlar, o Heripi bo'lgan yangi bir do'stimiz sizlar bilan tanishyapsam deyotdi. Sizlar bu do'stinglarning har xil shakllari, so'zlardagi o'rni va yuqorida o'rganib o'tgan harflar bilan birlashib, qanday so'zlarni yasay oladiganligiga diqqat qilinglar. Qiynamsa, o do'stinglar kelib qoldi. Bash o. Yalg'iz o. Oyoq o. Ulanmi o. Osman jim o'ltir. O'qil salaman. O'nta o'qilma, yaxya qo'rqaman. Dada doppa tik, men doppa satay. Men radioba, sendichu. Menda uningdanmi yo'g'on radioba? Ishki radio naqshi aytdi, ishki bola quloq etdi. Sol qo'limda ot olaman, o'ng qo'limda cho'qimiz yeyman. O ne on o te ot oga ran qo'ysak ora bo'ladi. O re ara ora. Oga tan qo'ysak ota bo'ladi. O teata ota. A teata ata. O te ot o teata ota ata ot ota. Toz haqida hikoya. Bir kuni quyosh ag'rib qolg'achqa uydan zodira chiqqili unumabdi. Quyosh chiqmasa hech bir jonliq ishini qila olmaydi ekan. Buningdan ajablangan toz quyoshni yo'qlab berib, uning uyining oldida larsan usulga tushibdi. Quyosh tozning maqsadini tushunib uydan chiqishga ma'qul bo'ldi. Yana bir kun, yana bir hayotlik boshlanibdi. Toz quyoshni osmonga chiqarib etgandan keyin aram elib o'tirgan bir jup ota-bolani ko'ribdi. Oğlum, anladın mı? Radyoda bugün yağmur yağıdı devatıdı. Etizdeki kalan otlarını tezrak otu ötey. Deptu atısı bir çağda. Makul. Deptu bala. Ula etizgi keptu. Alay oğlum, otni mağı orgaq bilen al. Deptu atısı. Birdemden keyin rastıl yağmur yağıp ketipti. Ata bala işkeylen amalsız uyga qarab yo'l olibdi. Yağmur bag'ichisi qattiq yağıp ketipti. Quyosh uydan chiqqaniga pushaymon qilib yig'lab ketibdi. Biroq har qancha qilsa-mu, bulutlar orasidan qaytib tushamabdi. Ota-bola qizg'in paranglashib ketibsa, ularga heliqi toz uchrab qoldi. Toz ularga atdiganda quyoshni qanday qilib osmonga etib chiqqanligini so'zlab beribdi ekan, ular tozga rahmat aytibdi va uni uyiga mehmon bo'lishga taklif qildi. Toz borolmaydiganligini aytib, ular bilan xo'shishibdi. Ota-bola ikkisi uyiga qaytishibdi. Tozmu quyoshning yanım qattiq ag'rib qolishidan ansirab, uni qaytirib akagili minibdi. Shunday qilib toz quyoshning insonlarning yaqin do'sti bo'lib qoldi.